Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Shirin shahar 15-son madaniyat markazi badiiy rahbari Sherali Ziyodulla bo'laman. Sizlarni bugungi madaniyat markazimizning ish jarayoni va bir kunlik to'garaklar faoliyati bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Qani ketdik. Jarayonimiz lavhalar ko'rib olasizlar. Bu yoqda Shirin Navolar ansamblimiz ish jarayonida. Bu yoqda kadrlar bo'limiz xonasi, rahbarimiz Karim ish faoliyati. Bu yerda xonanda to'garak faoliyatini yuritadi Shomurod Husun. O'quvchilarga dars jarayoni va albatta bizning to'garaklarimiz 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lganligi uchun hozir mana Boychechak teatr to'garagini ko'ramiz. Assalomu alaykum. Burada o'quvchilarimiz hozir maktabda bo'lganligi uchun boyagi 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan to'garak o'quvchilarimiz Allah'ımızın bize to'garagimiz ishtirokchisi. Hammalarini kutib olamiz. Sog' bo'ling. Aziz yoshlar, mana ko'rib turganingizdek, Shirin shahar madaniyat bo'limi 15-son madaniyat markazimizda bir kunlik ish jarayonlarini sizlarga namoyish etdik. Sizlarni 15-son madaniyat markazida kutib qolamiz. Yoshlar, sizlarni kutamiz. Sog' bo'ling. Bir şeyde olaydı, bu senden oğlan bulmuşsun.